hozir farzandlarimni katta qilsam, keyin albatta ishlayman, karyera qilaman deb kim aytadi? Aqlli ayol aytadi. Lekin bizda dono ayol pozitsiyasi bor. Dono ayol kim? Hayotida hamma narsani balansda va baravar mujassam qila oladi. Ya'ni munosabatlari ham bor, oilasi ham joyida, karyerasi ham joyida, moliyasi ham joyida bo'lgan ayol bu dono ayol hisoblanadi. Hozir farzandlarimni katta qilsam, 3-4 yildan keyin ishni boshlayman. Bu juda ham muhim. Hozir ishlab karyera qilsam, keyin albatta farzandli bo'laman. Bu ham noto'g'ri. Dono ayol hayotida hamma narsani har doim sig'dira oladi. Ishlay oladi, farzandlari bilan birga garmoniyada bo'la oladi, turmush o'rtog'i bilan munosabatlarda, oilada, moliyada, hamma narsada. Shu narsalar sizda bor bo'lsa, hammasi joyida bo'lsa, unda safimizga xush kelibsiz, siz dono ayolsiz.